Mexanikaga haydaydigan akalarimizni muammolarni oson hal qilishni o'rgatib qo'yaman. Birinchi skorsni ochib olamiz. Richagi pastda stoperi bo'ladi. Stoperni atverka yordamida chiqarib olasizlar. Mana buni ko'rsangiz, keyin richagi chiqarib olasiz. Sanligi bo'ladi, sanligini olib olasizlar. Izolenta bilan 2-3 qavat o'rab olasizlar. Izolenta o'rab olgandan keyin yana sanligini joyiga qo'yasizlar. Akkuratni. Joyiga ozgina smaska surib olasizlar, litollab. Mana sanligiga ozgina litol surib olasizlar. Joyiga tiqasizlar. Stoperni joyiga qo'yib o'ramiz. Mana bu turbasini, mana shu glavniy turbani moylab o'ramiz. Motorni moyi bilan. Salon qismi bo'ldi. Endi korobkani ustidagi kulisani palisini o'rniga oddiygina 10 volt qo'yib, muammoni hal qilamiz va effekti zo'r bo'ladi. Palisi orqa tarafida stoperi bo'ladi. Barmoqinglar bilan shuni ko'tarib, saltarib olsanglar, chiqib ketadi. Mana bu narsa bo'ladi. Stoperi chiqargandan keyin palisi o'zini ehtiyotkorlik bilan olasizlar. Bunaqa narsa bo'ladi. Palis. Endi 10 volt olib, palisi o'rniga tiqib, qotirib qo'yasizlar. Ancha lufti yo'qoldi, effekti zo'r bo'ldi. Shunaqa foydali ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling.